Mana buni qarang. Yoshligimizdagi rasmdan topib oldim. Ustachilik qilib yurgan paytlarimiz. Voy, ozg'inligingni qara. Gapirma. Qani o'tqizcha? Qaysi uydi bu? Hanovchi pulga shundoq kiydirib ketgan. Ha, yomon kiydirib ketdi-da, lekin ha. Yana boshqa rasmlar ham bor. Mana do'mni ishlagan paytlarimiz. Uni buni qo'y. Ovqat yeylo. Qorin ochib ketdi. Yeymiz. Voy. Bugun 5-mi? Voy. Erkin ekan oldiga boramiz-ku. Ketdi. Anchadan beri ko'rmayotgan edik. Bahonada ko'rib kelamiz. Kelinglar bolalar, nima xizmat ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Arendaga berilyaptimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu ishlayaptimi aka? Ha, bu yoq yopildi. Boshqa odamga arendaga berib magazingami? Qanaqa? Biz hardim shu tan gummayerdik-ku. Bu yoqda Erkin aka degan odam gumma sotardilar, bilsanglar. Ha, qanilar? 3 kun oldin olamdan o'tib qoldilar. Joylar jannatda bo'lsin. Alo, aka. Ana joy masalasi bo'yicha ko'rishsak bo'ladimi? Kelinglar aka. Nima xizmat? Boya gaplashgan edik. Perashka xonani arendaga beraman dedingiz. Shunaqa. 2-3 ta odam so'ragan edi. Ertaga ko'rishishim kerak. Shuni do'konchilik bermang aka. Perashka xona bo'lib qovura qolsin. O'zimiz yurg'izamiz. Sizlar ko'rinishinglardan perashka xona yurg'izadigan bolaga o'xshamaysizlar-ku. To'g'ri aytyapsiz aka. Bizning soha boshqa. Perashkaga aloqamiz yo'q. Lekin Erkin aka biz uchun qadrli odam edilar. Do'stligiga ko'z tegmasin-da iloyim. Dadam rahmatlikni bir gaplari bor edi. Qiyomatli do'stlikni bu dunyo fazilati ulug' bo'ladi derdilar. O'rtog'im aytadi boshing bo'lsa bo'lsin u toshdi. Yashagin haddingdan oshmay, lekin qara kim sani oshnang. Chalg'imagin qalam qoshga, boshing bo'lsa bo'lsin toshdi. Yashagin haddingdan oshmay, lekin qara kim sani oshnang. Chalg'imagin qalam qoshga, oshna. Dunyo to'la chalg'itadigan narsa, mansab asta oshadi yoki-da pastga tushadi. Yoningdagilar bilmasa nimani kun bo'yi. Voy, Erkin aka shartmasidi. Ya o'g'il bolaga bitta gumma nima bo'ladi? Tortinmay olaveringlar. Olaver bemalol. Rahmat. Rahmat Erkin aka. Zo'r bo'ldi. Ke? Olmayman sizdan. Nima chaqirding o'zi? Tinchlikmi? Chaqirganimdan maqsad nimadir ish qilmasak bo'lmaydi o'rtoq. Nima ish qilamiz? Shu o'zimiz qo'limizdan keladigan ish qilaylik. To'g'ri, hozir yomon emas. Lekin bir-bir usti bo'lib qolib ketmaymiz-ku. Bitta narsa o'ylaganman. Faqat tavakkal qilish kerak. O'xshamasa, hozir topib turgan pulimizdan ayrilamizmi shunda? Unaqa ham bo'lishi mumkin. Bu yo'q endi o'ziga tavakkal. Ishonganimsan sen. Bir kishi harakat qilsa qiyinroq. O'shaning uchun birga ish qilaylik. Zo'r bo'lib ketadi, ishon. Nima deng? Yo'qotadigan hech narsamiz yo'q-ku. Harakat qilib ko'raylik-chi. Sen bilanman. Malades o'g'il bola. Dog'im aytadi boshing bo'lsa bo'lsin u toshdi. Yashagin haddingdan oshmay, lekin qara kim sani oshnang. Chalg'imagin qalam qoshga, boshing bo'lsa bo'lsin toshdi. Yashagin haddingdan oshmay, lekin qara kim sani oshnang. Chalg'imagin qalam qoshga, oshna. Mana shu gap hech qachon esinglardan chiqmasin. Sizlar ham bir umr qiyomatli do'st bo'lib qolinglar. Menga kerak bo'lgan odam. Olinglar. Ol. Yo,
Erkin aka kerak emas. Oldingi safar ham xijolat qilgandingiz. O'rtog'im bilan yangi ish boshlayotgandik. To'g'risini aytsam, pulimiz yo'q. Sizni joyingiz qulay bo'lganiga o'rtog'im bilan maslahatlashib o'tirdik. Masalada nima, pul so'rayapmanmi? Och qoringa kalla ishlarmidi? Bo'sh qop tika turmaydi, bilvollaring. Xo'pmi? Nima? Bitta gumma bilan nima, men boyib qolamanmi? Olaver, tortinma. Ol, olaver. Rahmat Erkin aka. Ana, ko'rding, rizq o'zi keladi. Qornim yomon ochiydi, ishon. Zo'r lekin Qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar, sonsiz tunu kun. Ukam, ish bitishi bilan svazu sovamalaring pulni. Qochib ketayotganim yo'q. Beraman. Pul ko'rmaganmisan-la, bo'ldi. Qilmagin telefon. O'rta. Odamlar nima shunaqa? Ish haqimizdan so'ramiz-ku. Nimaga vaqtida bermaydi? odamlar o'zgarmagan. Bizga shunaqalar uchrab qo'yadi. Uni bilishmaydi, ustidan terisi qotmasdan turib haqqini berish kerakligini. Xuddi ro'zg'or faqat ularda borday. Oyoqlardan sovuq o'tardi, lekin yulduzlarga bir qadam. Sabr qilsang 40 keladi deb 4 yilim o'tdi 40da. Bitta narsa qoldi, ummatgacha shuni topdi va turqidi. Boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarim o'zini yurtida. Erkin aka, keling, biz o'zimiz qarashib boramiz. 2 kundan beri o'zi ovqatlantirayotgan bo'lsangiz, xizmatingizni qilaylik. Menga qaranglar. O'zi nima ish boshlagansizlar? Qo'limizdan santexniklik keladi. Hozir ish ozgina tortilib qolgan. Erkakchilikda tushunasiz-ku. Puldan yetishmovchilik bo'lib turibdi. O'rtog'im bilan bitta ikkita o'ylagan ishimiz bor. O'sha amalga oshsa, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi. Menga qaralaring. Ishlaring yaxshi bo'lib ketguncha bemalol marshetga kelaverlaring. Puling bormi, yo'qmi, tortilmalaring, xo'pmi? Xijolat bo'lishi yo'q, bemalol. Bu yerga senga o'xshagan odamlarni ko'p keladi. Xudo xolasa, ishinglar zo'r bo'lib ketadi. Sizni ham joylaringiz katta bo'lib ketsin. Yo'q. Shu holda qolsa ham mayli. Bitta orzuim bor. Shu kichkina joyimni foydasi mendan keyin ham odamlarga tegsa. Kelishdik-a? Kelishdik. Bo'ldimi? Tezlashaylik, kech bo'lib ketdi-yu. Aka, shularni bugun ortib chiqazib bering. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Bugun hammasini tushirib olamizmi? Ha? Nima, charchaganmisan? Ertalabgacha ancha vaqt bor. Bitirib tashlaymiz. To'g'ri, hozir charchaydigan payt emas. Pulni ham vaqtliroq olamiz. Ishlash kerak. Ketdik. To'g'ri aytibsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Erkin akam uylarimi? Ha, shu yer. Santexnikalarni yengilab berishimiz kerak ekan. Shunga mahsulotlarni olib keluvdik. Santexnikani? Menimcha adashdinglar yo'q. Men santexnik chaqirmaganman. Bugun biza faqat mahsulotlarni olib keldik. Ertadan yuzga ustalar tushar ekan. Erkin aka, sizmisiz? Ha? 27-xonadonmi? 27-xonadon, ha? Unda to'g'ri kelganmiz. Qatga tushirsak bo'ladi narsalarni. Yo'lakka tushiraverasizlar. Qiziq bo'ldi-yu.
Gumma bormi? Hozir. Yo'q bo'lib Erkin ketgan aka, bolalar, bormisiz? ishlar qalay? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysan? Bormisiz? Yaxshimisizlarmi? Qanaqasiz? Ishlar qanday? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Qalaysizlar ustalar? Ha, yo'q bo'lib ketdinglar. Ish ko'p bo'lib ketdimi deyman. Yaxshi, yurimiz. Ishlar ko'p Erkin aka. Shuning uchun har kuni kela olmayapmiz. Lekin kelishib oldik. Har oy 15-sida gummaymiz deb. Yaxshi. Menga qaralaring. Bu meni uyimga ustalarni sanlab jo'natdilaringmi? Yo'q, bizni jo'natmadik. Tushunarli. Santexniklardan manikalarni taniyman xolos. Gummangiz bormi? Albatta bor. Bo'ldi, qani ketdik, yuringlar. Bizga hech kim ishonmagan paytda faqat Erkin aka ishongan edilar. Ikkita dona pirojka bilan bo'lsa ham ko'nglimizdan ko'tarardilar. Bosh qoptikka turmaydi. Ochqo'rang kala ishlamaydi derdilar. Bizdan tashqari qancha odamlarga yordamlari tegan. Odam qo'lidagi bor narsadan yordam berishni o'ylasam, faqat Erkin aka xayolim keladilar. Pirojka sotib ham odamlarni qo'llab-quvvatlash mumkin ekan. Erkin aka bitta orzulari bor edi. Shu kichkina pirojka xonam mendan keyin ham odamlarga foydasi tegib tursin derdilar. Erkin aka tirik bo'lganlarida pirojka xona qolishini xohlardilar. Erkin aka bizga qilgan yaxshiliklarini qaytarish yagona yo'li pirojka xonani qoldirish. Bizga o'xshagan qancha puli yo'q odamlar keladi u yoqqa. Qanaqadir ishlar aynan o'sha yerdan boshlanadi. O'shaning uchun pirojka xonani do'kon bo'lib ketishini xohlamayapmiz. Erkin akani yaxshi tanimagan ekanman. Bunaqa odam bo'lganlarini bilmagan edim. Shuning uchun pirojka xonani bizga bermasangiz bo'lmaydi. Nechul bo'lsa beramiz. Tortinmay turing, rozi qilamiz. Gummaxonani sizlarga beraman. Faqat bitta shart bilan. Qanaqa? Shu davom etadigan yaxshilikka meni ham sherik qilasizlar. Kelishdikmi? Rozimiz.